Omonjon sizchi? Uyga rasm tashladingmi? Ha, tashidim. Hop, yana kim qoldi? Mustafa sizchi? Ha, Hop, Soliha siz? ustoz tashladim. Soliha tashladi. Hop. Ozodbek Safarov tashladingmi? Ozodbek Safarov uyga rasm tashladingmi? Hop, demak o'quvchilar, uyga vazifa bergandim men sizlarga sinf ishini juftlarini. Ya'ni 2, 4, 6, 8 ko'pchilik sinf ishini ham, uy ishini ham yechgan ekan. Shunaqami? Ha, Hop, ha, eshitib turinglar o'quvchilar. ha. Uyga vazifa yechganimizda, uyga vazifa yechganimizda yozish shart emas shartini. Faqat yechim bo'lsa bo'ldi. Tushunarli? Ya'ni masalan rasmda nechta odam bor degan savolni ham yozib tashlaganlar ko'pchilik menga. Yozish shart emas uni, vaqtinglarni ketkazmanglar. Masalan 9 ta odam bormi? Bo'ldi. 9 ta. Otvet qo'ysanglar bo'ldi. Tushunarli? Ustoz. Hammaga ovozim eshitilyaptimi yaxshi? Ha, ha. Anladik. Eshitilyapti. Hop, kimga eshitilmayapti? Ustoz. Hammaga eshitilyapti. O'g'lonbay. Unda o'quvchilar qaranglar. O'tgan mavzuni bir takrorlab olamiz. Chiqmaganlarni ko'rib. Tushunarli? Ha. Hop, o'tgan mavzuni takrorlaymiz. Chiqmaganlarni menga chatga yozib yuborasizlar, o'zim ko'rib beraman. Tushunarli? Va keyingi mavzuni boshlaymiz keyin. Hop, hamma mikrofonni o'chirib chatga yozadi. Hop, hammaga ko'rinyaptimi? Ekran o'chib. Endi ko'rinyaptimi? Ha. Hop, endi chiqmaganini chatga yozamiz. Kimda qaysi biri chiqmadi? Sinf ishidan, uy ishidan. Va chiqmadi va xatolarni tahlil qilib beraman o'zim. Qaysi biri? Chatga yozamiz, o'quvchilar. Sinf ishidan yoki uy ishidan qaysi biri? Hop, 28 Omonjon sinf ishidanmi? Mikrofoningizni qo'shib gapirsangiz bo'ladi. Sinf ishidanmi? Ha. Mayli, sinf ishi. 28 ni ko'ramiz. Hamma 28 ga qarab tursin. Hop, 28. Ko'ryaptimi? O'quvchilar. Hop, qaranglar. Ushbu qatorda nechta natural son ishtirok etgan? O'zi qaranglar. O'quvchilar, natural sonlar bizda sanashda ishlatiladigan sonlar. Hop, kecha kimdir tushunmay qolgan ekan. Qaytadan ko'rib beraman natural sonlarni. Demak, natural sonlar bu sanashda ishlatiladigan sonlar. Ya'ni bunga Ustoz, 1 menga ekran ko'rinmayapti. ko'rinmayapti. Ha, Kimga ko'rinmayapti? menga. Menga. Endichi? Ha, yo'q, ustoz Endi ko'rinmayapti. nimaga ko'rinmayapti? Qolganlarga ko'rinyaptimi? Qolganlarga. Yo'q. 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 Kim uchun ko'ringani? Endichi? Yo'q. Yo'q. O'quvchilar. Hop. Hop, hozir. Demak, o'quvchilar.
Farq. Duydimi? Yaxshi. Xo'p, endi ko'rinyaptimi o'quvchilar? Ha. Xo'p, qaytamiz endi. Uzrli, ekranni bosishni qo'shib qo'ymabman. Mana bu yerdan qo'shib oldim. Ko'ryaptimi hammaga? Xo'p, demak, 28. 28 ni ko'ramiz, qaranglar. O'zi o'tgan safar natural sonni tushunmaganlar bor ekan. O'shalar uchun qaytaraman. O'quvchilar, bizda natural sonlar bu sanashda ishlatiladigan sonlar. Ya'ni o'zimizni natural sonlar. Demak, natural sonlar. Demak, bular birdan boshlanadi, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 ketaveradi bu. O'tgan safar ko'rib bergandim. Bir xonali sonlar, demak, aytgandik 1 dan 9 gacha. Bir xonali son degandik. Demak, 10 dan boshlab nechigacha? 2 xonali son? 99 gacha. Shunaqami? Demak, 100 dan boshlab 3 xonali son. 100, 101, 102 va hokazo 999 gacha. Xo'p, natural sonlarni tushundingmi o'quvchilar? Demak, sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar. Ya'ni o'zimizni sanaydigan sonlarimiz bor-ku, masalan, 1, 2, 3, 4, 5. Masalan, mening 5 ta do'stim bor. Demak, 5 ta bu bizda natural son. Tushunarli? Xo'p, endi qaranglar o'quvchilar, 28 da bizga aytyapti, ushbu qatorda nechta natural son ishtirok etgan? Endi qaranglar, 4 dan 13 gacha. Nima qildik o'tgan safar, demak? 13 dan 4 tani ayirib, bittani qo'shib qo'ydikmi? Ya'ni 10 ta natural son bor. Shunaqami? 13 deyapsan-da, ana 13 deganingga. Senga xato bo'lgan ekan. O'quvchilar ko'ryaptimi? Ha. Xo'p, tushundik-a? Demak, 10 ta natural son bor. Xo'p, masalan, demak, mana 27-misolimizda o'zi 15 ta edi. 15 taligi mana. 15 dan bittani ayirib, bittani qo'shib qo'yamiz. O'zi 15 taligini bilyapmiz. Xo'p, endi qaranglar, mana bu yerdan yana ko'ramiz. Xo'p, masalan, bizga 4 dan boshlangan 4, 5, 6, 7 va hokazo, demak 84 gacha. Demak, nechta natural son bor desa nima qilamiz? Kim aytadi? Sakson to'rt ayrilgan to'rt. Aha. 80 qo'shilgan 1. Yo'q, nima qildik? Demak, 84 dan 84 ayrilgan 4 4 qo'shuv qo'shuv 1. va nechi bo'ladi? 81. 81 ta. Ha, 81 ta demak natural son bor ekan bizda. Xo'p, endi 10 dan boshlab masalan 10, 11, 12. Xo'p, 125 gacha. Bundachi? Nima qilamiz? 125 ayrilgan 5 10, aha. 10 Va qo'shilgan 1. demak 125 minus 10 Qo'shib minus 1 ta demak. Nechta bo'ladi? 115, 116. 116. To'g'ri. Xo'p, endi ko'rinmayapti deb yozgan ekanlar. Endi ko'rinyapti-ya. Ha. Xo'p, endi kimda yana qaysi chiqmadi? Keyingi misolga o'tamiz. Chatga yozamiz. Nechi? 30 yozgan ekanlar Yusuf. Xo'p, endi ko'rindi menga chatga. Xo'p, 30-misol.
30 kim aytadi menga? Hop, o'rgangan bo'lsanglar. Ustoz, men aytay. 30 chatga yozamiz, chatga o'quvchilar. Sakkizta chiqqan. 8tami? Ha. 30. Kim aytadi? Men. Men aytay. 30. Hop, o'quvchilar chatga yozamiz, chatga. Men yozdim. Mustafa, o'qing. Qolganlar hamma kamera o'chirsin. Ovozinglar o'chiringlar. Maktabda jismoniy tarbiya darsida bir qator bo'lib turdik. Birinchi o'rindan 12-chi o'ringacha o'g'il bolalar Hop. turdi. Ulardan keyin 20chi o'ringacha qiz bolalar turibdi. Sinfda nechta qiz bola o'quvchi bor? Hop, nima 20 qilamiz? ayrilgan 12 teng 8. Yo'q, xato bo'ldi. Nima uchun xato bo'ldi? Kim to'g'rilaydi xatosini? Chatga yozamiz o'quvchilar. Kim to'g'rilaydi xatomizni? Hech kim tushunmadimi? Ma'murjon, to'g'rilay, nima ekan xatosi? Bu yoqqa 8dan 1 ayiramiz. Unaqa emas, bizga aytyapti, qaranglar. Birinchi o'rindan 12-chi o'ringacha o'g'il bolalar turibdi. Demak, 12dan keyin qizlar ekan, shunaqami? Demak, nechidan boshlanadi shunda? 13dan boshlanadimi? Demak, 13dan boshlanadi. 13, 14, 15, demak 20-chi o'ringacha qiz bolalar, shunaqami? Siz aytay. 8da. Hop, endi eshitamiz, qaranglar o'quvchilar. Demak, sinfda nechta qiz bola o'quvchi bor? Buni topishni nima qilamiz? Demak, 20dan 13dan ayirib, bittani nima qilib qo'yamiz? Qo'shib qo'yamiz. Demak, 8ta. Xo'p, demak, 8ta yozganlar. Soliha to'ppa-to'g'ri, Muhammad Yusuf to'g'ri, Omonjon sizniki ham to'g'ri. Xo'p, keyingi misolimiz. Kimda qaysi misol chiqmadi? Chatga yozamiz o'quvchilar. 3 deb yozing. 3. Tur. Ma'murjon bilan Asadbek. Kamerani o'chiringlar. Nechinchi? Chatga yozamiz. 4. Sinf ichidan 4mi, Ma'murjon? Ha. Hop, 4. 4ga 9ta chiqami, 10ta chiqami? Taniymiz, mana qaranglar, nechta bor bu yerda? Demak, aytyapti. 9ta Ha, chiqadi. Umar bilan 10ta chiqadi. Demak, bizga aytyapti, qaranglar. Umar o'g'il bolalar sinfdoshlari bilan rasmga tushdi. Umarning sinfda nechta o'g'il bola o'quvchi bor? Demak, bu yerda 9 ta bor, shunaqami? Mana 3, 4, 5, 6, 7, 9 ta. Siz Umar bo'lishi mumkin. Ha, Umar bilan demak 10 ta bo'ladi. 9 plus 1. Demak 10 ta bo'ladi. Tushunarli? Yana qaysi biri? Xo'p, Narmina, sizniki xato ekan. Men uy ishida 30 adashdim. Yusuf. Xo'p, Yusufnikini ko'ramiz. Demak, uy ishidan oxirgisi ekan. Xo'p, kim o'qiydi buni? 2. Chatga yozamiz o'quvchilar. Nimaga aktiv emasmiz? Nechinchisi? 30-si, mana 30-si uy ishidan. Kim o'qiydi? Ma'murjon. Mantiqiydan ko'ramiz hozir. Muhammad Yusuf, o'qing. O'qing, Muhammad Yusuf. Ko'chada 3 maktabdan 9-oygacha va Muhammad Yusuf o'qiydi. Qolganlar Ma'murjon, o'tiramiz. Mikrofonni. olgan xonalarning Darvozasi yashil hop, rangdagi uylardi. Darvozasi esa qizil
Aynan bizning ko'chada nechta Aha. uyning darvozasi yashil rang. Yashil rangda. Xo'p, qanaqa qilib yechamiz endi? Olib 9 qo'shamiz 3 ravno minus 9 ayiramiz 3 ravno 6 qo'shamiz 1 7. Keyin ayru 20 Malades. Xo'p. 7 ravno 7 Ashu qo'shamiz 1 ravno 8 Aha. 7 ravno 15. Xo'p, kim ekan mikrofoni? Mikrofonni o'chiramiz, Ma'murjon. Xo'p, qaranglar, 30 yechilishini ko'rib beraman men bu yerdan. Demak, to'g'ri fikringiz. Balades. Xo'p. Xo'p, ko'ramiz, qaranglar. Bizga aytyapti, diqqat bilan eshitib turamiz o'quvchilar. Eng oxirgi savolimiz bu, sal murakkabroq ekan. 3-uydan 9-uygacha demak va 17-uydan 24-uygacha bo'lgan xonadonlarning darvozasi yashil rangda deyapti. Qolgan uylarning darvozasi qizil rangda. Endi biz dastlab yashil rangdagi darvozalarni topamiz. U uchun nima qilamiz demak? 3-uydan 9-uygacha deyaptimi demak? Bunga 3, 4, 5 demak 6, 7, 8, 9 kiradi, to'g'rimi? Demak bizda nechta bo'ladi? 7 ta bo'ladi. Xo'p. To'g'ri aytdilar. Bu uchun demak bunda 9 dan 3 tani ayirib, bittani qo'shib qo'ysak ham bo'lardi. Xo'p, endi davomidan qaranglar. Bu yerda qaranglar, 17-uydan 24-uygacha. Bunda nima qilamiz? Demak, 24 tadan 17 tani ayirib, bittani qo'shib qo'yamiz. Demak, 8 ta bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Ikkalasini qo'shamiz. Chunki bizda ikkalasi ham yashil rangda, ya'ni 3-uydan 9-uygacha bo'lgan 7 ta ham yashil rang, 17-uydan 24-uygacha bo'lgani ham 8 tasi yashil rangda. Xo'p, ikkalasini qo'shib qo'ysak, 8 ga 7 tani qo'shsak 15 ta, aha. 15 tasi demak yashil rangda. Bizdan nima so'rayapti? Qolgani esa qizil rangda ekan, bizning ko'chadan yashil. Bo'ldi, mana shuni so'rayotgan ekan. Xo'p, 15 deganlarimiz Ma'murjon to'g'ri. Madrahimov Asadbek 9 dan 3 ayirib 6 ta. Nimaga bittani qo'shib qo'ymadik? 7 ta bo'ladi 3 dan 9 gacha. Xo'p. Bunda ham xuddi shunaqa xato, demak 7 ta va 8 ta bo'ladi, qo'shsak 15 ta bo'ladi. Ma'murjon sizda to'g'ri. Xo'p, Asadbek javob yozgandan keyin yozdinglar, ha? Xo'p, bo'ldi endi. Keyingi savolimiz kim? Kimda qaysi savol? Qaysi savol? O'quvchilar, yangi temaga o'tamiz keyin. Qaysi bir bo'ladi? Chatga yozamiz, chatga. Mikrofonni o'chiramiz. 6. Qaysidan 6 Mustafa? Sinf ishimi, uy ishimi? Noto'g'ri bo'libdi-chi, Sinf ishimi? Ilora degan noto'g'ri ekan. Xo'p, sinf ishini ko'ramiz, 6-sini. Xo'p, kimnidir mikrofon yonida? Ma'murjon, Muhammad Yusuf, Mustafa. O'chiramiz mikrofonlarni. Xo'p, 6-savolimiz, qaranglar. Ko'ryaptimi? Quyidagi sonlardan nechtasida 7 raqam ishtirok etgan deyapti. Mana dedim, 178 da 7 raqam bormi? Bormi mana? Demak, 7 raqam bor. 94tachi? 94 da yo'q ekan. 25 da ham yo'q. 107 da mana 7 raqam qatnashgan. 71 da ham 7 raqam qatnashgan. 7 da ham 746 da ham 7 raqam qatnashgan. Demak, 670 da ham 7 raqam qatnashgan. 707 da ham 7 raqamlar qatnashgan. Bizga nima deyapti savolda? Sonlardan nechtasida 7 raqami ishtirok etgan deyapti. Demak, nechta ekan mana? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Demak, 6 ta deganlarimiz Mustafa to'g'ri javob beribdilar. Ma'murjon 7 ta. Yo'q. 6 ta bo'ladi. Siz menimcha 7 ni ikkalasini ham oldingiz. Yo'q. Bizga savolga qaranglar o'quvchilar. Sonlarning nechtasida deyapti-da, nechtasida 7 raqam ishtirok etgan deyapti. Nechta 7 raqam ishtirok etgan deganda Ma'murjonning javobi to'g'ri bo'lardi. Lekin bu yerda sonlarni so'rayapti, nechtaligini. Xo'p, Muhammad Yusuf to'g'ri, Asadbek to'g'ri, Omonjon to'g'ri. Xo'p. Boshqa yo'qmi? O'tgan mavzu hammaga tushunarlimi? Ha, tushunarli.
Tushunarli, ha? Tushunmagan o'quvchilar bo'lsa aytsanglar, yana ham bitta ko'ramiz, bir ikkita misol. Chunki tushunishimiz kerak bu mavzuni. Omonjon, ha, tushundik. Xo'p, tushungan bo'lsak, keyingi temaga o'tamiz. Ikkinchi temaga. Hozir o'quvchilar, ikkinchi temaga. Telegramdan chiqaring. Uni yo'q emas. Ustiga bosma. Ustiga bossa ham bo'lardi. Ustoz, O'labbay, katta kimdir 26ni tushuntiring debdi. 26ni Ustoz, 7-chi betdagi ikkinchi mashq tushunmadim. hozir mana endi o'quvchilar ko'ramiz. Qaytamiz. Hop. Hozir o'quvchilar. Hop, endi aytinglar mana. 26ni tushuntiring. Ozodbek, qaysi biridan? Sinf ishidanmi, uy ishidanmi? O'quvchilar, tez harakat qilamiz. Yangi temani ham ko'rishimiz kerak. Qiziqarli mavzu bugun. Uy ishidan ustoz. Uy ishidanmi? Hop, hozir ko'ramiz, demak, uy ishi. Uy ishidan, demak, 26. O'zim ko'rib beraman. Ushbu qatorda nechta natural son ishtirok etgan? 1 dan 18 gacha, demak 18 ta natural son. Buni bilamiz. Hozir eshitdik bundan. Ha, 18 ta natural son. Demak, buni aytdik qanaqa yechishi ham. 18 tadan bittani ayirib, demak, bittani qo'shib qo'ydik. Demak, 18 ta. Bo'ldi, ko'rdik-ku. Xo'p, yana qaysi biri? Aytamiz. Man Chatga yozamiz o'quvchilar. Sinf ishidan yoki uy ishidan qaysi biri? Oxirgi misolimiz bo'ladi. Shu keyin yangi temaga o'tamiz. Boshqa yo'qmi o'quvchilar? O'tamiz yangi temaga. Ustoz, o'taylik ustoz. O'tamizmi? ustoz man Ha. Xo'p, ayting, qaysi biri? ikkinchi mashq 7-chi bet. Ikkinchi mashq 7-chi bet. Sinf ishidan ekan, ha? Ko'ramiz, xo'p. Ikkinchisi mantiqdan testlar ekan. O'zimda 2 bilan 4 uyga berganman, 1 3 5 ko'rganmiz. To'g'rimi? Ikkalasini ham ko'ramiz. Mayli, boray. Xo'p, ushbu rasmda nechta to'g'ri to'rtburchak bor? Hamma ko'ryapti, ha? O'quvchilar. Ustoz 7ta bor. Xo'p, mana endi ko'ramiz, mana qaranglar. Xo'p, demak, mana chekkasi demak, atrofi o'zi bitta to'g'ri to'rtburchak, ichidagi ikkinchisi. Shunaqami? Muhammad Yusuf, Ma'murjon, mikrofonni o'chiramiz. Xo'p, ikkita bo'ldi-ya. Demak, mana bu chekkada ham mana 3 ta, demak 4-chi to'g'ri to'rtburchak. Endi bu yoqqa o'tamiz. Demak, katta o'zi to'g'ri to'rtburchagimiz 5-chi. Demak, ichkarida nechta bor? Mana 6-chi, 7-chi, 8-chi. Demak, javobimiz nechta ekan? 8 ta. Tushundikmi, Ma'murjon? Ha, 8 ta. Asadbek to'g'ri, Ozodbek Safarov xato. Xatoingizni ko'rdingizmi? Ha. Xo'p, endi 4-chisini ham ko'ramiz, demak. 4-chi. Xo'p, qaysi javob bo'ladi? Kim aytadi? Chatga birinchi yozgan. Kim? Asadbek. Demak, to'g'ri, malades. Demak, birinchi Asadbek javob berdilar, ikkinchi Mustafo javob berdilar. Xo'p, uchinchi o'quvchimiz kim bo'ladi? Ma'murjon. Xo'p, buni tushuntirib beraman, qaranglar. Saroyning 2 ta darvozasi bor. Saroyning tepasida 2 ta bayroq bor. Demak, saroyning 12 ta derazasi bor.
ikkita darvozasi borliklar. Demak, mana bu 3ta ekan. Buni chiqarib tashlaymiz javobdan. 3ta qoldi, shunaqami? Endi 2ta, demak bu ketdi. 2ta bayroq bor deyapti, shunaqami? Demak, mana bunda 3ta bayroq bor. Mana, chunki mana bitta, 2ta, 3ta. Xo'p, mana bunda mana bitta, 2ta. O'zi buni chiqarib tashlagandik, bu yozishimiz shart emas ekan. Mana bunda bitta, bunda 2ta. Bizdan demak 12 ta deraza bor deyapti. Xo'p, mana bunda D da 12 ta bor, bunda nechta bor? Bunda 8 ta bor. Shunaqami? Ha, demak D javob. Ko'rinib turibdi o'zi. Xo'p, o'quvchilar, demak yangi temaga o'tamiz. Xo'p, demak hamma tushungan bo'lsa yangi temaga o'tdik. Xo'p, hozir demak o'tsak. Xo'p, ko'rindimi hammaga? Ha. Yig'indiga doir masalalar. Ha. Yig'indiga doir masalalar. Xo'p, Abbay. Shu javoblarni mana aytsam bo'ladimi? Xo'p, hozir birga ko'ramiz endi. Hammamiz birgalikda ko'ramiz. Ha. Xo'p. Demak, yig'indiga doir masalalar. Xo'p, bular oson ekan-a? Demak, hozir sinf ishini ko'rib chiqamiz. Sinf ishida demak bizda 43 ta misolimiz bor ekan, hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, ikkitadan ko'ramiz. Xo'p. Birinchi chatga yozamiz. 1 bilan 2 ni kim ko'radi? Kim yechib beradi, ya'ni? Siz men. Soliha, mayli, boshlab bering. Birinchisida nechi bo'ladi? 12 7 ni qo'shsak. 19. Soliha, 19. Ikkinchisini ham ayting. 8 ga 11 qo'shsak ham 19. 19. 3 bilan 4 kim o'qiydi? Asadbek yozdi. Asadbek o'qing. Uchinchisi. 13 ga 5 qo'ysak 18. Aha. 22 ga 8 to'g'ri. qo'ysak 30. Nechi? 30. To'g'ri. Xo'p. Kim o'qiydi 5 bilan 6 ni? Ma'murjon o'qing. Ma'murjon o'qiydilar. Qolganlar Solih, Asadbek, mikrofonni o'chiramiz. 41 qo'shamiz 8 49. Aha, 49. 2. 11 ga 10 ni qo'shsak 21. 21. Malades, to'g'ri. 7 bilan 8 ni kim o'qiydi? Muhammad Yusuf o'qing. Muhammad Yusuf yozdilar aytganimda. 21. 16 16. Aha, 16 ga 5 qo'shsa 21. 24 ga 8 ni qo'shsak 32. aha, malades, 32. 9 bilan 10 ni kim o'qiydi? Mustafa, o'qiymiz. Mustafa, o'qing. 29 ga 7 ni qo'shsak 36. 37 ga 36, to'g'ri, aha. 37 ga 8 ni qo'shsak 45. 45, malades. Xo'p. O'quvchilar, 1 dan 10 gacha ko'rdik. Endi 11 dan boshlab qaranglar. Shartiga birinchi qaraymiz, shartini o'qiymiz. Nima deyapti bizga? Ustun shaklida qo'shing deyapti. Shunaqami? Demak, qaranglar, mana bu yerdan chiziq tortamiz. Bizga joy yetish uchun, demak, 11-sini ko'ramiz. Xo'p, 11 ni ustun shaklida qo'shamiz. 17 ga qo'shamiz 22 ni. Kim o'qiydi? Orqadan o'qir. Man. Omonjon, o'chiramiz mikrofonimizda. Ma'murjon. O'qidingizmi, Ma'murjon? Siz o'qidingiz-ku. 9. 39. Xo'p, o'qing, 39, to'g'ri. Xo'p, 12 dachi? Ustun shaklida qaranglar o'quvchilar. 31 qo'shamiz 16. Nechi bo'ladi? Mana. 1 ga 6 ni qo'shsak 7, 3 ga 1 qo'shsak 4.
Hop, 13 ko'ramiz. Kim o'qiydi? 47 to'g'rimi? Mustafa, Ozodbek, Asadbek. Narmina, o'qing. Hamma mikrofon o'chirsin Narminadan boshqa. To'xtanglar. Narmin o'qing. 28 qo'shamiz 21. Nechi bo'ladi? 9. 8 ga 1 qo'shsak 9, 2 2 ni qo'shsak 4. 49. 14. 14 ham o'qiymiz. 29 qo'shuv 13. Nechi bo'ladi? Narmina. Ayting, 9 ga 3 qo'shsak 2. 12 ni ikkisi bir dilda, 2 ga 1 qo'shsak 3, birdagi bilan 4. Narmina, nimaga ovozingiz yaxshi kelmayapti? 15 ni ham o'qing, Narmina. Ovozingiz qattiqroq qilib. 37 ga 15 ni qo'shsak Yodda 7 ga 5, ha, 12 ni ikkisi bir yodda, ha. 3 ga 1 ni qo'shsak 4. 4, birdagi bilan 5. 52 deganlar Mustafa, Muhammad Yusuf, Ozodbek Safarov, Asadbek, Omonjon, to'g'ri sizlarniki. Malades. Xo'p, 16 17 ni kim o'qiydi? Yusuf, men aytgandan keyin yozamiz. Xo'p, Muhammad Yusuf. O'qing. Ellik Aha. 46 qo'shamiz 27. 7. Ayting. 6 ga 7 ni qo'shsak 13-chi, bir dildami? Bir dilda Aha. 73. 73. Malades. Mana shuni tushuntirib aytinglar o'quvchilar, qolganlar ham tushunsin-da. Qanaqa qilib qo'shyapmiz? 54 qo'shuv 39. Aha, gapiramiz. 4 ga 9 ni qo'shsak 13. Hop. 3 ni Aha, yozamiz. Bir dilda aha. 5 6 93. 5 ga 3 qo'shamiz 8, birdagi bilan 9. Malades, 93. Demak, 18 19 ni kim o'qiydi? Mustafa. O'qiymiz. O'qimaganlar bo'lsa chatga mana shu 18 19 dan keyin yozinglar. Men o'qimadim. 9 ga 27 ni qo'shsak 9 ga 7 ni qo'shsak 9 ga 7 16, 16 ning 6si bir dilda, bir dilda. Xo'p. 8 ga 2 10, boyagi dildagi bilan 11, Ha, 116, to'g'ri. Malades. 19 ni ham o'qiymiz. 96 qo'shilgan 96. 52. Xo'p. 6 ga 5 qo'shsak 1 11, Aha, 11 ni biri bir dilda. Xo'p. 9 ga 5 qo'shsak 14, boyagi dildagi bilan 15. 15, malades. Xo'p, oxirgi 20-chi. 20-chini ham o'qing, mayli. 99 qo'shuv 89. 9 ga 9 O'qiymiz. 18, Aha. bir dilda, 9 ga 8 7, 17, 17 bir dildagi bilan 18. 188 bo'lar ekan. Omonjon to'g'ri, Soliha to'g'ri. Muhammad Yusuf sizda xato. Xo'p, 21 22 ni o'qimagan kim qoldi? O'qimaganlar bo'lsa yozsin, faqat o'qimaganlar. Men o'qimadim ustoz deb yozing. Soliha o'qidingiz. Umuman o'qimaganlar bor bo'lishi kerak. Umuman o'qimaganlar. Ustoz men o'qimadim deb yozing. Ozodbek Safarov. Sizdan 21 o'qing. Qolganlar o'chiramiz mikrofonni. Yusuf o'chiring. O'qing Ozodbek. Karimda 29 ta daftar bor edi, lekin yana 17 ta daftar sotib olindi. 14 ta. Karimda Aha. nechta daftar bo'ldi? Bo'ldi. Nima qilamiz? 29 dan 14 ta ayiramiz. Xo'p, qarang, sizda qarang. 29 ta daftaringiz bor qo'lingizda. Yana 14 ta sotib olsangiz, ayirasizmi? Qo'shamiz.
Qo'shib qo'yamizda. O'zi 29 ta bor-ku sizni qo'lingizda daftar. 29 ta bor. 29 taga 14 tani nima qilib qo'yamiz? Qo'shib qo'yamiz. Qo'shamiz. Chunki yana sotib oldingiz-a siz. 9 ga 4 qo'shsak. 13. Aha, bir dilda 2 ga 1 qo'ysa 3, 1 dagi 40 demak. 43 ta daftar bo'libdi. Muhammad Yusuf to'g'ri, Soliha to'g'ri, Narmina to'g'ri. Asadbek sizda to'g'ri. Mustafa bilan Soliha sizda xato. 41 ta emas. 29 ga 14 qo'ysak 43. 22 ni ham o'qiymiz. Ozodbek Safarov o'qing 22 ni ham. Ikkitani o'qiymiz u. Nodirda 17 ta tovuq bor edi. Dadasi Aha. unga yana 24 ta tovuq sotib olib berdi. Endi Nodirda necha tovuq bor? Aha. Nima qilamiz? 17 ga 24 qo'shamiz. To'g'ri, 17 ga 24 ni qo'shamiz. Xo'p, qo'shib yuborsak, demak 7 ga 4 ni qo'shsak, 11 ni biri, bir dilda 3, 41 ta. Malades. Chunki 17 tovuq bor edi o'zida. Yana olib bersa, yana qo'shadi-da. Xo'p, Omonjon to'g'ri, Ma'murjon to'g'ri, Mustafa sizniki to'g'ri, Soliha to'g'ri, Asadbek to'g'ri, Muhammad Yusuf to'g'ri. Malades. Xo'p, 23 ni kim o'qiydi? Soliha o'qing. Soliha o'qiydi. Qolganlar o'chiramiz. Birinchi soatda sotuvchida 36 ta tarvuz bor. Aha. Ikkinchi sotuvchida esa birinchi sotuvchidan 17 ta Aha. 17 ta ko'k tarvuz bor. Ikkinchi sotuvchida necha tarvuz bor? Xo'p, nima qilamiz? 36 ga qo'shamiz 17 ni javobi 53. Nima uchun qo'shamiz? Chunki Aha. birinchi sotuvchida 36 ta tarvuz bo'lsa, ikkinchi Aha. sotuvchida 17 ta ko'p bo'lgani uchun qo'shamiz. Ha. Malades. Ko'p bo'lgani uchun qo'shamiz-da. To'g'ri. Demak, 36 ga 17 ni qo'shsak, 53 bo'ladi. Demak, yozib qo'yamiz. 36 qo'shuv demak 17. Mana 13 chi bir dilda. Ha, kam desa ayiramiz. Malades. Xo'p, Soliha 24 ta o'qiymiz. Demak, buni ham ustun shaklda qo'shing deyapti. Demak, yozib olamiz. 24. Demak, 102 qo'shuv 37. Soliha gapiramiz. 2 ga 7 ni qo'shsa 9, 0 ga 3, 1 ga 1, 1. Malades. Xo'p, 25. 139 to'g'ri. 113 ga qo'shamiz 24 ni. 3 ga 4, 7, 1 ga 2, 3, 1 ga hech qanday son yo'q bo'lgani uchun 1 da o'zi tushadi. 137. Xo'p, to'g'ri. Asadbek to'g'ri sizda, Omonjon to'g'ri, Ma'murjon to'g'ri, Asadbek sizda 37 ham to'g'ri, Muhammad Yusuf sizda ham to'g'ri. Qolganlar yozmayapti megadir chatga. Yusuf, siz yozmayapsiz. Yana kim yozmayapti? Ozodbek Safarov. Qani aktiv bo'lamiz darsda. Yozamiz-da chatga. Xo'p, demak, 26 27 ni. Kim o'qiydi? Kim o'qiydi? Ma'murjon, o'qiymiz. Demak, 26. Xo'p, 144 qo'shilgan 17. Aha. Bo'ladi 11. Aha, Bir 4 ga dilda. 7 ni qo'shsak 11. Aha. Bir dilda. Keyin 5, 6. Bir bilan Bir dildagi bilan 6. 61. To'g'ri, mana deysiz. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz, saviyali o'quvchilar. Demak, 27 ni mana bu yerda yozyapman. Xo'p, 219 qo'shamiz 24. 3 yozing. O'qiymiz. Ma'murjon. Hop. 3. Aha. 9 qo'shamiz 4 ravno 3.
Bir qo'shilma 2. Bir Bir dilda, qo'shilma xo'p. 2, 3. Bir dildagi bilan 4. Aha. 2 da o'zi tushar. Malades. To'g'ri. Xo'p. Nechiga keldik? 28, 29 ni kim o'qiydi? Men o'qiyman. Mustafa, menimcha hozir adashmasam, aytganimdagi Mustafa o'qing. 28, 145 qo'shamiz 132. Aha. 5 ga 2 7, Xo'p. 4 ga 3 7, Aha. 1 ga 1 2. To'g'ri. 277 degan javoblarni bizga berdi Ozodbek Safar. To'g'ri. Omonjon to'g'ri. Soliha to'g'ri. Ma'murjon to'g'ri. Narmina to'g'ri. Asadbek to'g'ri. Ma'murjon 342 chiqmaydi-yu. Ma'murjon keyingisini aytib ketibdi-da o'zi. Keyingisini endi ko'ramiz. Ma'murjon. Hop, Muhammad Yusuf to'g'ri. Hop, oxirgi 29 ni ko'ramiz. Demak, bu yoqdan mana bu yoqdan ko'ramiz. Qaranglar o'quvchilar. 29 demak 234 qo'shamiz demak 108. O'qiymiz. Mustafa. 4 ga 8 ni qo'shsak 12, 12 ning Aha. ikkisi bir dilda, Hop. 3 ga 0 ni qo'shib bo'lmaydi. Dildagi bilan 4 tushadi. Ha, 3 ga 0 qo'shsak 3 bir dildagi bilan to'g'ri bo'ladi. Hop. 2 ga 1 ni qo'shsak 3. 3 to'g'ri. 342. Hop. Malades, to'g'ri. 342 javoblarni bizga bergan Soliha to'g'ri, Narmina to'g'ri, Muhammad Yusuf to'g'ri. O'quvchilar, tushunyapmizmi o'zi? Hamma tushunyaptimi? Ha. Malades, unda davom qilamiz. 30 ni javobi 414. O'qimasdan hali aytmaymiz o'quvchilar. 30-savol. Endi bu yo'lga bitta-bitta ko'rsak bo'lar ekan. 30-savolni kim o'qiydi? Siz men o'qiyman. Hozir yo'q, Soliha yozgan ekan, uzr. Soliha, o'qiymiz. Top 30 manimda. Soliha, o'qiymiz. Men o'tgan hafta 326 bet kitob o'qidim. Kitob o'qigan edim. Bu hafta esa 278 bet kitob o'qidim. Bu kitob shu 2 haftada jami necha bet kitob o'qidim? 300. Hop. Nima qilamiz? 326 ga qo'shamiz 278 javobi 604. Nima uchun? Tushuntirib bering. Chunki Hop. 278 va 326 qo'shamiz. Mana asosiy joyini aytmaysiz. Soliha, qarang. Bizdan jamini so'rayapti, jami 2 haftada. Qaranglar o'quvchilar. O'tgan haftada 326 deyapti. Bu haftada 278 deyapti. Demak, bizdan jamini so'rayapti. Jamini topish nima qilamiz? Har doim qo'shamiz. Demak, 326 qo'shamiz 278. Javobi 6 ga 8 6 ga 8 14 bir dilda. Aha. 14 7 Soliha, 2 gapiring. 9 bir dildagi bilan 10 0'ni yozamiz. 3 ga Aha. 2 5 bir dildagi bilan 6 604. 604. Malades. To'g'ri. 604 javoblarni bizga Omonjon, Asadbek, Muhammad Yusuf, Mustafa, Ma'murjon, Yusuf, Ozodbek Safar. Malades. Pastda hamma to'g'ri javob bergan, ha? Hop. Narmina, sizni javob berayotganingizni ko'rmayapman. Yana kimlardir bor? O'quvchilar, tushundingmi 30ni? 31 ni kim o'qiydi? O'qimaganlar endi yozsin-da, o'qimaganlar. O'qimaganlar deyapti. Men o'qidim. Yo'q. Kam Hamma o'qiganlar o'qidi. endi. Bir marta, ikki marta o'qiganlar. O'qimading bu safar.
Muhammad Yusuf. O'qiymiz 31ni. Rasmga qarang va bosh joylardagi sonlarni toping. Aha. Nima qilamiz? Qo'shamiz. O'zi mana qo'shib bergan 32 ga 20 ni 52 bo'ladi. Xo'p. Bu yoqda mana ko'rsatgan mana strelka bilan 52 ga 15 qo'shtiryapti. Ayting. 2 ga 5 qo'shsa 7. Aha. 5 ga 1 qo'shsa 6. 67 to'g'ri. 67 javoblarni Ozodbek Safar, Ma'murjon, Mustafa to'g'ri. Asadbek 75 deb keyingisini aytgan ekanlar. Ha, bosh. Xo'p, keyingisida O'qiyver. davom qilamiz. 7 ga 5 qo'shamiz, 12 ga 2sini yozamiz bir dilda. Bir dilda, ha? 2 4 42. To'g'ri. 42 to'g'ri. 1 ga 2 qo'shsa 3, bir dildagi bilan to'g'ri. Mana 42 mana bu yoqqa streka qo'yib yuborgan. Qaranglar, mana 42 mana bu yoqqa ko'chiramiz. Endi 42 ga 33 qo'shamiz. 2 ga 3 qo'shsa 5, Aha. 4 ga 3 qo'shsa 7. 75 to'g'ri. Hop, yaxshi. Zo'r. Hop, 75 Ma'murjon, Omonjon, Yusuf. Yana aktiv bo'lamiz. Mustafa, Soliha javob beribdilar. 5 kishi javob berdi. Hop, o'quvchilar, tushungan bo'lsak, 32 ga o'tamiz. 32 ni kim o'qiydi? Men o'qiysiz. Ma'murjon. Muruvvat ko'chasining chap tomonida 164 ta tomonida esa 97 ta Aha. daraxtlar bor. Bu ko'chada jami nechta daraxt bor? 164 qo'shamiz 70 97 ravno Malades. Xo'p, yozamiz, to'xtang mana. 160. Aha. Ayting. 11 bir Aha. dildan Aha. 6 qo'shamiz 9 15 bir dildagi bilan 16 6 Hop. yozamiz bir dildagi bilan 2 260 Malades. To'g'ri. 261 bo'ladi. Degan javoblarni bizga Soliha, Mustafa, Muhammad Yusuf, Narmina. Narmina yozdilar. Asadbek, Omonjon to'g'ri javob berdilar. Malades o'quvchilar. Yaxshi ketyapmiz. Xo'p, hamma tushundi menimcha. Chap tomonida 164 ta, o'ng tomonda 97 ta. Jamini topishni o'rgatdim, demak, jamini topishni aytdik. Qo'shib yuboramiz dedik. Xo'p, 33 kim o'qiydi o'quvchilar? Men o'qiysiz. qo'shuvni Mustafa yozibdilar. Mustafa, o'qing. Hashim va Karim bittadan so'ng aytdi. Hashim 163 sonini aytgan edi. Agar Karim aytgan son Hoshimnikidan 86 ga katta bo'lsa, Karim qanday sonni aytgan? Xo'p, nima qilamiz? 163 qo'shilgan 86. Nima uchun qo'shamiz? Nima uchun qo'shamiz? Mustafa. Chunki katta deyapti. Ha, katta degan uchun qo'shamiz. Malades. Xo'p, katta degan uchun qo'shamiz. Ya'ni 163 ga 86 ni qo'shamiz. 249. Mana 163 ga qo'shamiz 86 ni. Demak, 9 6 ga 8 ni qo'shsak, 14 ni 4 bir dilda 200. 249 bo'lar ekan. 249 javoblarni Muhammad Yusuf, Ma'murjon, Soliha, Asadbek, Omonjon javob berdilar. 5 kishi javob berdi. Qolganlar tushundikmi?
Xo'p, malades. 34 ni kim o'qiydi? O'qimaganlardan so'raylik. Asadbek, o'qing. Keyingisini keyin Ozodbek Safarov o'qiydilar. 34 o'qiymiz Asadbek. Akamda Aha. 145 ming pul bor. Mening esa 89 ming pulim bor. Akam bilan birgalikda pul yig'moqchimiz. Hozir bizning birgalikda necha ming pulimiz bor? Xo'p. 145 ni 89 ga qo'shamiz. Aha, 145 ni 89 ga qo'shamiz. Nima uchun qo'shamiz? Chunki jamini so'rayapti. Jamini so'rayotgani uchun qo'shib yuboramiz. 5 ta Xo'p, 9 demak. 14. Aha, 145 ga demak. Xo'p. 5 ta 9 14 to'g'rini yozamiz bir dilda. 4 ga Hozir 8. 145 ga qo'shamiz 89 ni. 9 ga 5 ni qo'shsak 14 ni 4 ni bir dilda. Xo'p. 4 ga 8 ni qo'shsak 12, 12. dildagi bilan 13. Bir dildagi bilan 13. Xo'p, yana bir dildagi bor bizda. Birni o'chish kerak dil. 234 bo'ladi bir dildagi bilan. Xo'p, o'quvchilar, qaytaramiz savolni, qaranglar. Akamda 145 ming puli bor. Mening esa 89 ming pulim bor. Akam bilan birgalikda pul yig'moqchimiz. Birgalikda deyapti, ko'ryapsizlar mana, birgalikda ikkalasi bir yerda pul yig'moqchi. Xo'p, bizga aytyapti, hozir bizning birgalikda necha ming pulimiz bor deyapti. Demak, birgalik degani uchun ikkalasini qo'shib yuboramiz, ya'ni jamini topish uchun. Xo'p, 234 javoblarni menga aytgan demak. Solixa to'g'ri, Ma'murjon to'g'ri, Mustafa to'g'ri, Narmina to'g'ri, Omonjon to'g'ri, Muhammad Yusuf to'g'ri. Xo'p, Muhammad Yusuf boshdan noto'g'ri javob bergan ekan, lekin to'g'ri qilibdilar. Xo'p, 35 ni kim o'qiydi? E. 35-savollar. Ozodbek Safarov o'qiydilar. Chunki aytib qo'ygandik, 35 ni o'qiydilar deb. 35 Ozodbek Safarov o'qiymiz. Ustozimiz do'kkaga misol yozdi. Furqat bilan Javohir eng birinchi bo'lib ishlab bordi. Lekin Furqatning javobi 803, Javohirning javobi esa 813 ekan. Ulardan qaysi biri misollarni to'g'ri ishlagan? Xo'p, endi buni qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Qo'shsak. 9 ga 4 qo'shsak. 13 uchini yozamiz bir dilda. Aha. 2ga 8 qo'shsak 10 Ozodbek yordagi Safarov. bilan 11 birini yozamiz bir dilda. Hop. 7 Yettiga bir dildagi bilan 8. 8. 813 bo'lar ekan. Xo'p, javobimiz nima bo'ladi shunda? Qaysi bir misolni to'g'ri ishlagan deyapti. To'g'ri qaysi bir ishlagan? Javohir. Demak, javob bo'lar ekan bizda Javohir. Demak, biz 813 javobini bergan. Javohir degan ekan. Solixa to'g'ri javob beribsiz. Faqat qaysi biri misolni to'g'ri ishlagan ismini yozmagan ekansiz. Javohir to'g'ri, Asadbek, Mustafa sizniki ham to'g'ri, Muhammad Yusuf sizniki ham to'g'ri. Xo'p, o'quvchilar, yaxshi ketyapmiz. Ustun shaklida qo'shing. 36 ni kim o'qiydi? 36 ni Solixa o'qiymiz. Javobini yoz, xabar ber. 10 qo'shuv 100 qo'shuv 223 javobi 0 ga 0 0 0 ga 3 3 chiqadi. 1 ga 0 qo'shsak 1 1 ga 2 3 2 ga 1 qo'shsak 3 333. 333 to'g'ri, malades. Xo'p, 37 da 100
23 qo'shuv 200 qo'shuv 150. 3ga 0 qo'shsa 3, 3ga 0 qo'shsa 3 yozamiz. Aha. 2ga 0 qo'shsa 2, 2ga 5 7. 1ga 2 ni qo'shsak 3, 3ga 1 ni qo'shsak 4, 473. Malades, 473 bo'ladi. Hop, 473 javoblarni bizda bergan. Demak, Omonjon, Muhammad Yusuf, Ozodbek Safarov to'g'ri. Tepadagi javoblarni bizga aytgan Narmina to'g'ri. Hop, Madrahimov Asadbek $33 qo'yibsiz. $33 bo'lmaydi, 333 bo'ladi. Ozodbek Safarov to'g'ri, Omonjon to'g'ri, Muhammad Mustafa ekan, uzr, to'g'ri. Hop, xullas ko'pchilik to'g'ri javob bergan. Ozodbek Safarov 335 qo'yibsiz, 333 bo'ladi. 35 emas. Eshitdik-ku mana 36 da. 210 ga 100 ni qo'shdik, 23 qo'shdik ustun shaklida mana. 0 ga 0 0 3 bo'ldi. 0 ga 3 qo'shsak 3. Значит 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 2 ga 1 qo'shsak 3. 333 bo'ldi. Hop, 38 ni kim o'qiydi? Ustoz, men o'qiy. 15 bir tilda. Agarlar o'qimaganlar Narmin o'qiydilar. O'zim aytaman endi. Yozmaydilar Narmina men o'qiydi. Narmina o'qing. O'qiman, 140. 143 Aha. 3 qo'shuv 105 Aha. qo'shuv 87. Qo'shuv 87. Xo'p. 15 5 bir yodda. 3 ga 5, 8, 8, 7, 15 ning 5i bir dilda. Xo'p. 12 bir dildagi bilan 13, 13 3 bir yodda. 13 3 bir Aha. dilda. Javobini ayt. 3. 1 ga 1 qo'shsa 2, bir dildagi bilan 3, 335 bo'ladi. Xo'p, 335 javoblar bizga Mustafa, Soliha, Asadbek, Muhammad Yusuf xato javob bergansiz. 25 emas, 35 bo'ladi. Omonjon 235 debdilar. Yo'q, 335 bo'ladi. Tushundikmi o'quvchilar? Qaytaraman, qaranglar o'zim bir marta. 3 ga 5 ni qo'shsak 8, 8 ga 7 ni qo'shsak 15 ning 5i bir dilda. Hop, 4 ga 8 ni qo'shsak 12, bir dildagi bilan 13. 1 ga 1 ni qo'shsak 2, bir dildagi bilan 335 bo'ladi. 39 ni ham menga Narmin o'qib beradilar. O'qiymiz Narmina. 247 39 ni. Aha, 247 qo'shuv 112 112, aha. qo'shuv 231. 231. Hop. Buni 3 bir 7 ga 2 yodda. ni qo'shsak 9, 9 ga 1, 10 ni 0 bir yodda, ha. Nima bo'ldi? Aytib ishlaymiz. Narmina 4 ga 1 ni qo'shsak 5, 5 ga 3 qo'shsak 8, bir dildagi bilan 9. 9, aha. Endi 2 ga 1 ni qo'shsak 3, 3 ga 2 ni qo'shsak 5, 590. Narmina. 590. Hop. 590, to'g'ri. Bizga Ma'murjon xato javob berdilar. 490 emas Ma'murjon. Mustafa to'g'ri, Ozodbek Safar to'g'ri, Soliha to'g'ri, Ma'murjon to'g'ri, Omonjon to'g'ri, Muhammad Yusuf to'g'ri, Asadbek to'g'ri. Xo'p, 3, 6, 7, 8 hammamiz javob beribmiz. Adashmasam, Narminadan boshqa Ma'murjon bitta noto'g'ri javobdi, qolgan hamma to'g'ri javob bergan. Yaxshi ketyapmiz o'quvchilar, shunday davom qilamiz. Bundan ham zo'r davom qilamiz. Xo'p, 40 ni kim o'qiydi? Mustafa yozdilar. O'qing Mustafa. Nigoraning kecha tug'ilgan kuni edi. Unda dugonalari Zilola 5 ta gol, Komila 8 ta gol, Dildora esa 12 ta gol sovg'a qilgan edi. Nigoraning jami nechta goli bor? Aha, nima qilamiz?
15 ga Hop, 15 ga 8 ni qo'shamiz. hop. Javobi 23 bo'ladi. Hop. 23 ga 12 ni qo'shamiz. Aha. Nechi bo'ladi? 35. Malades, 35 bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Bunda demak, jamini so'rayapti-yu. Hammasini birato'la qo'shib olsak bo'ldi. Chunki bizga Zilola 15 ta, Komila 8 ta, Dildora 12 ta gul sovg'a qilgan. Demak, bizdan jamini so'rayapti, qo'shib yuboramiz. Demak, 15 ga qo'shamiz 8 ni, qo'shamiz 12 ni. Demak, bizda javob bo'ldi 35. To'g'ri javob berdingiz, Mustafa. Hop, 41 ni kim o'qiydi? 35 javob bergan o'quvchilarimiz to'xtanglar. Soliha, Muhammad Yusuf, Ma'murjon, Asadbek, Safarov, Ozodbek Safarov, Omonjon. Malades. Soliha, o'qing mayli siz. 41 ni. Bizning maktabda 2A sinf Aha. 25 ta, 2B sinf 21 ta, 2sinf esa 22 ta o'quvchi o'qiydi. Maktabimizda jami 2 sinf o'quvchilari nechta? Nima qilamiz? Soliha? 25 qo'shamiz Aha. 21 qo'shamiz 22. 5 Nima uchun ga 1 hammasini qo'shdik? chunki jami bizda deb yozilgan. Jamini Jami so'ragan. deb Ha, yozilgan. aha, 5 ayting. ga 1 6, 6 ga 2 8, 2 Aha. ga 2 4, 4 ga 2 6 68. To'ppa-to'g'ri 68 ta o'quvchi bor ekan, demak, 2-sinfda. O'quvchilar tushundiga? Tushunarli bo'ldi menimcha hammaga. Chunki shu yechayotgan misollarimiz ekan. Jamini so'rayaptim, bunda hammasini qo'shib yuboramiz demak. 2-A sinfda 25 ta, B sinfda 21 ta, C sinfda 22 ta. 2-sinf o'quvchilar degan uchun hammasini qo'shib yuboramiz, 68 ta bo'ladi. To'g'ri javob berdingiz, Soliha. Malades. Xo'p, ikkita misolimiz qolibdi. Endi ikkita misolimizda bu yerda o'qimaganlar bor bizda. Kam o'qiganlar, ya'ni Muhammad Yusuf. O'qing. o'qidim. Bugun biz do'stlarimiz bilan kitob o'qish bellashuvi qildik. Men 83 bet, Jasur 68 bet, Umid esa 87 bet kitob o'qidi. Biz jami nechta bet kitob o'qidik? Nima qilamiz? Qo'shamiz 83 ga qo'shamiz 68 ni. Qo'shamiz 87, shunaqami? Ha. Ha, chunki bizdan jami so'raganda. To'g'ri, malades. Mana bu yerdan qo'shamiz. Xo'p, aytib turasiz, to'xtang. 83 qo'shamiz, demak, 68 qo'shamiz 87. Ayting. 3 ga 8 ni qo'shsak 1, 11 qo'shamiz 7, 18, 8 ni yozamiz bir dilda. Malades, bir dilda. 8 ga bir dilga qo'shib qo'ysak, Aha. 9 qo'shib 6, 9 qo'shib 15, 15 qo'shib 8, 23. To'g'ri, 23. Ya'ni 238 bet kitob o'qigan ekan. To'g'ri, malades. Xo'p. O'quvchilar hammaga tushunarli, chunki bizdan bunda ham jamini so'ragani uchun qo'shib yuboramiz. Chunki bizdan biz deganda biz jamini qancha kitob o'qidik? Demak, bu yerda men, Jasur, Umid degan. Ya'ni biz degan uchalasi ham kiradi. Uchalasini ham topish uchun hammasini qo'shib yuboramiz. 238 bet to'g'ri bo'ldi. Xo'p, oxirgi savolimizni o'qiydi. Ozodbek Safarov o'qing. Oxirgi savolimizni. Oxirgini. Ko'chani 3 ta mashina
Yaptı. Asfalt qilyapti, ha? Birinchi mashina 231 metr, ikkinchi mashina 415 metr, uchinchi mashina esa 178 metr yo'lni asfalt qildi. Bu mashinalarning jami bo'lib ko'chaning necha metr qismini asfalt qildi? Qildi. Nima qilamiz? 231 qo'shuv 415 qo'shaman 178. Mana. Nima uchun qo'shyapmiz bularni, Ozodbek Safarov? Jamini topishimiz kerak. Jamini topish uchun. To'g'ri, o'rgandik, jamini topish uchun qo'shaveramiz demak. Ayting. 11 Aytib ishladi. 3 ga 5 qo'yib 8 ni qo'ysak 14 to'rtini yozamiz. Bir yoqda kim 3. 3 1. 3 ga 1 qo'shib 7 ni qo'ysak 11 yodagi bilan 12 ni ikkisini 12. yozamiz. Bir yodida. 4 qo'ysak 6 yod yana 1 qo'ysak 7 yodagi bilan 8 820. 20. Malades. 824 metr asfalt qilgan ekan 3 ta mashina. To'g'ri javob berdik. Oxirgi savolimiz. Demak, oxirgi savolimizga javob berganlar Ma'murjon, Mustafo, Solixa, Muhammad Yusuf, Narmina, Omonjon. Hammamiz to'g'ri javob beramiz. Hammaga malades. Hop, o'quvchilar, demak, sinf ishini tugatdik. Endi testlarga o'tamiz. Testlarga. Hop, testlarning birinchisini kim o'qiydi? Solixa. O'qing. Keyingisini Ma'murjon o'qiydilar. Mayli. Quyidagi rasmda foydalanib qonuniyat aniqlash va so'roq o'rnida shaklni toping. Shaklni toping degan. Qonuniyat bor ekan, qanaqadir. Qanaqa qonuniyat bor? Uchburchak, Aha. to'rtburchak, olti burchak, o'rtada 5 burchak bo'lishi kerak. Malades. 5 burchak bir. Mana 3 burchak bizda. Demak, mana bu 4 burchak, mana 4 tomoni bo'lgani uchun bu bo'ladi 5 burchakda. Mana bu 6 burchak ekan bizda. 1 2 3 4 5 6. Demak, qonuniyat bo'ladi bu yoqda 3 burchak, bu yoqda 4 burchak, demak bu yoqda bo'lishi kerak shakl, bu yoqda 6 burchak. Demak, bu yoqda 3 burchak bo'lsa, bu yoqda 4 burchak bo'lsa, bu yoqda 6 burchak bo'lsa. Xo'p, shundan kelib chiqadiki, bu yoqda 5 burchak bor ekan. 5 burchak qaysi javobda, Solixa? S. Qaysi javob? S. C javob. Malades. Xo'p, C javob berganlar Asadbek, Muhammad Yusuf, Omonjon, Ma'murjon. To'ppa-to'g'ri. Ozodbek Safarov, men deb yozmaymiz, javobni aytamiz dastlab. Birinchi savol tugamasdan men deb yozilmaydi. Endi mana ikkinchi savolga o'tamiz. Kim o'qiydi ikkinchi savolni? Men. Ustoz, men. Asadbek, o'qing. Quyidagi qo'ng'izlarning qaysi birining qora dog'lari soni 3 tadan ko'p, 6 tadan kam? A'da chiqib ketadi, chunki unda ichda 3 tadan kam bo'lyapti, 3 tadan ko'p deyapti chunki bizda. Malades. Keyingisida 6 tadan kam deyapti, 6 tani o'zi bo'lib qolgan, shuning uchun B ham chiqib ketadi. Malades. Keyin 3 tani o'zi bo'lib qolgan, 3 tadan ko'p bo'lishi kerak, bu ham chiqib ketadi. Malades. O'zidan o'zi D javob. Malades. D javobda 5 ta. Mana shunaqa tahlil qilib beringlar-da. Bo'lar ekan-ku. D javob berganlar bizga Solixa, Mustafo, Ma'murjon, Muhammad Yusuf, Ozodbek Safarov, Omonjon berganlar. Narmina nimagadir B javob berganlar. Narmina bu yoqda 6 tadan kam deyapti-da bizda. Siz 6 ta belgilab qo'ygansiz. 6 tadan kam, demak D javobda 5 ta bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Hamma tushungan bo'lsa, tushunarli menimcha. 3-savolni kim o'qiydi?
Mustafa, o'qing. Doskada magnit orqali yopishtirilgan raqamlar bor. Zahro 2024 sonni hosil Aha. qilmoqchi. U bu raqamlardan foydalanib sonini yasay oladi. Hop, nima qilamiz? ikki ming yigirma to'rt demak sonini hosil qilmoqchi. U bu raqamlardan foydalanib nechta demak 2024 sonini yasay oladi deyapti. 3ta. 3ta. Nima uchun 3ta? Chunki son 2024 deganda ikkisi ikkita. Ikkisi ikkita, aha, ikkisi ikkita, to'g'ri. Xo'p. 4ta bitta. 0 Xo'p, bitta. ikkisi ikkita bo'lsa qarang, mana, ikkisi ikkita bo'lsa qarang. Mana bu bitta, mana bu ikkalasi bitta ketdi, to'g'rimi? Mana bu ikkalasi ikkinchi ketdi, to'g'rimi? Mana bu ikkini sherigi qani? Sherigi yo'q-ku. Demak, nechta yashay olganmiz? Ikkita. Ikkita demak bizda bejavobda bo'ladi. Demak, bejavob belgilaganlar bizda ikkita. Ma'murjon to'g'ri aytibsiz. Asadbek siz xato aytibsiz. 3ta bo'lmaydi, ikkita bo'ladi. Muhammad Yusuf xato aytibsiz. Ma'murjon to'g'ri, Omonjon to'g'ri. Asadbek to'g'ri. Hop, tushundik o'quvchilar menimcha. 4 ni kim o'qiydi? Ma'murjon o'qing, birinchi oddiy. Muslima bir nuqtada 2 nuqtagacha yo'lak bo'ylab yurdi. U bo'yin chap tomonda Chap tomondagi harflarni o'qidi. Unda qanday so'z hosil bo'ldi? Aha, nima qilamiz? Hop. Javob Mana qarang. Fatma, ozgina adashdingiz, chunki qarang, mana chap tomonda birinchi sar bo'ladi, ha, to'g'ri. Mana qarang, chap tarafda o'tdi, mana chap tarafda demak C joylashgan. C'ni olamiz. Chap tarafda mana A joylashganmi? A'ni ham olamiz. Endi mana bu T'ni olamiz. Nima uchun? Bu o'ng tarafda. Y'ichi olamiz. Bu ham o'rtada chunki. Demak, mana R'ni olamiz. Demak, javobimiz nima bo'ladi shunda? Demak, sar. Tushunarli? Hamma tushundi menimcha. 4-savolimizni ham, demak 5-savolimizni o'qiydi. Narmin o'qiydilar. Chunki Narmina yozmayaptilar, o'qiganlardan keyin aktiv bo'lamiz. Rasmda hovuz va bir nechta qurbaqalar bor. Hovuzda ichida nechta qurbaqa suzmoqda? Xo'p. Bir nechta qurbaqa bor deyapti bizga. Demak, bizdan faqat ichidagini so'rayapti. Narmina, nechta bo'ladi? Mana bitta, ikkita, mana hovuz ichidagini so'rayapti. 3ta, 4ta, mana 5ta, 6ta-yu. Qiymas u. 6ta demak C javob bo'ldi. Bu tashqaridagilar bilan olmaymiz mana. Tushunarli?
Mana tashqarida bu ham. Bo'ldi, mana qolganlar ichkarida. Demak, 6 ta javobini bergan bizga. Soliha to'g'ri, Ma'murjon to'g'ri, Muhammad Yusuf to'g'ri, Omonjon to'g'ri, Mustafo to'g'ri. Xo'p, tepadagi savolimizga javob berganlarni aytmasdan ketibmiz. Omonjon to'g'ri, Muhammad Yusuf to'g'ri, Narmina to'g'ri javob bergan ekansiz. Asadbek to'g'ri, Soliha to'g'ri. Xo'p, malades. Xo'p, demak, o'quvchilar, demak, bugungi mavzumiz tugadi. Xo'p, endi xos. Bu ishi nima so'z? Xo'p, hozir aytamiz shuni. Xo'p, o'quvchilar, demak, bugungi darsimiz ham tugadi. Yaxshi ishtirok qildingiz, zo'r kutilmagan bo'ldi. Malades hammaga. Bugungi darsimizda faol o'quvchilarimiz hamma faol bo'ldi. Hammaga malades, yaxshi, zo'r. Bundan ham zo'r bo'lishimiz kerak biz. Xo'p, bugungi darsimizda demak, o'tdik biz yig'indiga doir masalalarni ko'rib chiqdik. Xo'p, kim to'liq tushunmadi shu mavzumizda? To'liq 100% tushunishimiz kerak biz. 100% tushundim. Hamma tushundimi? Ha. Xo'p, bugungi darsimiz qanday o'tdi? Chatga yozamiz. Zo'r. Chatga yozamiz. Bugungi darsimiz qanaqa bo'ldi? Qiziqarlimi yoki nointeressing, qiziqarsizmi? Zo'r, Ma'murjon zo'r, Soliha zo'r, Narmina zo'r. Zo'r, rahmat, zo'r, zo'r. Mustafo zo'r. Super, mazza qildim. Juda qiziqarli bo'ldi, Ma'murjon, mazza qildim. Xo'p, malades. Sizlarga ham rahmat shu darsda vaqtida ishtirok qilib, vaqtda kirganinglar uchun. Xo'p, endi o'quvchilar, sizlarga aytadigan gapim bor. Uyga vazifani hozir uy ishi uyga bo'ladi, yozib yuboraman o'zim, keyin uni to'liq videosini ham guruhga tashlab yuboramiz. Xo'p, uyga vazifa uy ishini to'liq tugatib kelish. Ya'ni tugatib menga tashlab yuborish. Va o'quvchilar, qaranglar, mana. Yozganda yozmanglar, yozish shart emas. O'zingizlarning vaqtinglarni olib, masalan, qo'shishmi? Qo'shish yozmanglar, masalan. Kecha yozib o'rgansizlar, nima deb yozib o'rgansizlar? Shartini ham yozgansizlar-da, xullas. Masalan, shart kerak emas, faqat решение, faqat yechim. Faqat yechimni yozinglar bo'ldi. Faqat yechimni, ответini yozsanglar bo'ldi. Xo'p, endigi ikkinchi masalamiz, xo'p, bugun demak haftaning dushanba kuni bo'lsa, ertaga seshanba kuni. O'quvchilar, bilsanglar bonus demak, har bitta uyga vazifani bajarganlarga uchun va vaqtda bajarganlar uchun mana bu. Ertaga demak kuni bo'yi, ya'ni kechqurun 12 ga tashlab qo'yasizlar. O'zim vaqtim bo'lganini tekshiraman. Xo'p, vaqtim bo'lganda, lekin to'shni tekshiraman. Hammasini tekshirib yuboryapman menimcha. Xo'p, hech kimga tekshirishsiz qolmadi. Vaqtim bo'lgan payt tekshirib beryapman. Xo'p. Endi aytadigan gapimiz ham. Ertaga demak kuni bo'yi, ya'ni mana biz 12 dan boshlanadi kechqurun, hozir ertalab kechqurun 12 gacha hamma uygasdan 100% tashlasin. Faqat yechimi bilan, demak. Yechimi bilan rasmga olib, tiniq rasmga olib tashlab yuboramiz. Konkretniy qilib yechib, mavzu zo'r bo'ldi, tushunarli bo'ldi menimcha. Hamma mazza qilib yechdi. O'zim ham mazza qildim. Sizlar bilan dars o'tib, juda mazza qildim. Sizlarga ham rahmat. Xo'p, ertaga demak tashlab yuboramiz. Rasmga olib ertaga tekshirib beraman. Xo'p, endigi masala. Xo'p, kimda qanaqa savoli bor? Savollar yo'qsa, Savollar kimda bo'lsa bemalol beringlar. Mana sizlarga vaqt 10 minut vaqt. Sizlar bilan suhbat qilamiz. Kimda qanaqa savoli bor? Mikrofonini olib kim gapirmoqchi bo'lsa aytinglar. Menda savolim bor denglar. .
Qanaqa savol bor? Kimda qanaqa savol? Savollar yo'qmi, o'quvchilar? Yo'q. 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 Yaxshi. Xo'p, endi har bitta kishi bilan yana bittadan suhbat qilib chiqamiz. Xo'p, savol javob qilmaymiz, faqat suhbat qilamiz. Soliha, kamerangizni ham, mikrofoningizni ham yoqasiz, qolganlar hamma o'chiradi. Soliha, ko'ryapman sizni. Xo'p, hozir kattalashtiring. Soliha, darsimiz qanaqa bo'ldi? Dars judayam zo'r bo'ldi. Menga judayam yoqdi. Judayam yoqdimi? Ha, Malades. O'zingiz ham yaxshi ishtirok qildingiz. Bundan-da zo'r bo'lishi kerak. Maktabdagi vazifalarga qiynalmayapsizmi? yo'q. Baholar necha Hammasidan bo'ldi? 5 olyapman. Malades. 5. 5mi? 5 bo'lsa malades. Xo'p. Bugungi darsimiz demak yoqqan bo'lsa, sizga ham rahmat ishtirok qilganingiz uchun. Xo'p, uyga vasalan to'liq tashiymiz menga. Aktiv bo'lamiz. Konkretni qilib rasmga olib tashiymiz. Tushunarli? Xo'p. Xo'p. Unda Soliha, siz demak chatdan chiqsangiz bo'ladi. Siz sog' bo'ling, demak uyga vasalan qilib menga tashiymiz. Xo'p? Uyga vasalan tushunarli. Xayr, Mayli, xayr, Soliha chiqib ketishlari mumkin faqat. Xo'p, Asadbek. Kameramizni, mikrofonimizni yoqamiz. Asadbek. Ko'rinmayapsiz Yoqdimmi? menga. Yoqdim. Yoqdingiz, lekin bu yoqdan ko'rinmayapsiz. Xo'p, Asadbekni topaylik-chi. Xo'p, mana ko'rdik. Asadbek, dars qanaqa bo'ldi? Zo'r bo'ldi ustoz. Zo'r bo'ldimi? Juda ham zo'r bo'ldi. Judayam zo'r bo'ldi. Malades. Xo'p. Asadbek, maktabda darslarda necha olyapmiz? 2 mi? Yo'q. 5. Nechi? 4 yo'qmi? 5. Yo'q. Ana lekin 4 olsangiz. 4 olmaymiz. 5 olishimiz kerak. Faqat aktiv bo'lishimiz kerak. Xo'p. Asadbek, nimagadir sizni kamerangiz o'chib ketyapti. Internetingiz yaxshi emasmi? Ko'rinmayapsiz. Xo'p, Asadbek, demak, xo'p, sizga ham shu gap, demak, darslarda yaxshi faol qatnashamiz, aktiv bo'lamiz, uyga vasalarni vaqtida tashiymiz. Tekshirib o'zim yuboraman. Xo'p. Bundan ham zo'r aktiv bo'lamiz, xullas. Xo'p, sizga ham demak, yaxshi o'qib, maktabda ham yaxshi o'qing. 5 oling, 2 olmang. Xo'p, unda Asadbek, siz ham demak, mayli, yaxshi dam oling. Xo'p, uyga vasalarni ertaga menga tashing. Kech qolmasdan. Xo'p, Xo'p. sog' bo'ling. Xayr. Xo'p, keyingi o'quvchimiz Omonjon. Mikrofon bilan kamerani yoqamiz. Sochga qaranglar, sochga olish kerak buni. Omonjon, dars qanaqa bo'ldi? Yaxshi, zo'r. Ismingiz kim edi o'zi sizni? Omonjon. Omonjon. Omonjon bo'lsa malades. Xo'p. O'quvchilar, keyin bitta iltimos sizlardan hamma ismini yozib kirsin, kirgan payti. Shunda zo'r bo'ladi, juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p, Omonjon. Maktabda baholar necha? 5. 5 mi? Ha. Zo'r yo'qmi umuman? Yo'q. Aldamang. Malades, 5 oladigan bo'lsangiz, bundan-da zo'r bo'ling. Xo'p, siz ham uyga vasalarni vaqtida tashlab, darslarda aktiv qatnashib, uyga vasalarni konkretni yozib yuboramiz bizga. Tushunarli?
Hop. Rasmga olib, tiniq qilib uzatamiz. Tushunarli? Bundan da zo'r bo'lishimiz kerak biz. Hop. Xo'p, siz ham sog' bo'ling, mayli yaxshi dam oling. Sog' bo'ling. Xo'p, keyingi o'quvchimiz Ma'murjon. Mikrofon bilan kamera yoqamiz. Xo'p, Ma'murjon ko'rinmayapsiz menga. Ma'murjon qanaqa? Ustoz, Endi ko'rindingiz mana. Ma'murjon, dars qanaqa bo'ldi? zo'r, Zo'rmi, juda ham zo'rmi? juda zo'r. Malades. Xo'p. Sizga ham bugungi dars uchun rahmat. Xo'p, darslarda aktiv bo'lamiz, zo'r ishtirok qilamiz. Maktabda baholar 5 mi sizniki? Ha? Aldayapsizlar man. 4 ham bor shekilli. 4 yo'qmi? Yo'q. 4 bo'lsa, 4 bo'lmasin, 5 bo'lsin. Xo'p, malades, siz ham yaxshi qatnashdingiz bugun darsda. Xo'p, hammanglar yaxshi qatnashdinglar, kutmagandim. Bundan da zo'r bo'lishimiz kerak. Xo'p, ertaga demak, kech qolmasdan uyga vazifani konkretniy qilib, yechimi bilan tashlaymiz bizga, menga. Tushunarli? Hop. Xo'p, sizga ham mayli yaxshi dam oling. Sog' bo'ling. Sen yaxshi dam oling. Xo'p, mayli. Muhammad Yusuf. Kamera bilan mikrofonni yoqamiz. Muhammad Yusuf ko'rindingiz. Muhammad Yusuf. Dars qanaqa bo'ldi? Zo'r, yaxshi. Zo'r bo'ldimi? Ha. Ha, malades. Xo'p, siz ham yaxshi qatnashdingiz. Bundan da zo'r bo'lishimiz kerak. Sizni ham maktabdagi baholaringiz 4 mi? 5. 5 mi? Ha, 5 bo'lsa yaxshi. 5 plus. Malades, 4 olmaymiz. Sinf lideri bo'lamiz. Eng zo'ri bo'lishimiz kerak. Tushunarli? Ha. Xo'p, maktabga yoshlarda qiynalmayapmizmi? Yo'q. Xo'p. Agar qiynalsanglar, menga tashlasanglar, vaqtim bo'lganda tashlavorardim. Tashlavoraman. Xo'p, sizga ham rahmat. Dars ishlatganingiz uchun konkretniy qilib, siz ham shu gap. Uyga vaqtda tashlaymiz ertaga. Tushunarli? Ha. Mayli, yaxshi dam oling, chiqsangiz bo'ladi. Bo'pti. Mustafa. Yoqamiz kamera bilan mikrofonni. Mustafa, ko'rinmayapsiz. Yoqdim ustoz. Ana endi ko'rindingiz. Mustafa. Dars qanaqa bo'ldi, Mustafa? Zo'r. Aniqmi? Ha. Ha, tushundingizmi mavzuni? Ha. Tushunmagan joylaringiz bo'lmadimi? Yo'q. Malades. Xo'p, maktabdagi baholarimiz nechi? 4 mi? 5. Yo'q, 5. 5 bo'lsa malades. Xo'p, sizga ham shu gap, uyga vazifani konkretniy qilib uzatamiz. Rasmga olib. Tushunarli? Ha. Mayli. Mustafa, xo'p, Muhammad Yusuf. Bugun ertaga dars bo'ladimi, ustoz? Darsimiz chorshanba kuni. Ertaga uyga vazifani tashlaymiz. Ha, Muhammad bo'pti, Yusuf. yaxshi. Muhammad Yusuf ko'rmadikmi siz bilan? Ha, dedi. Ustoz gaplashdik dedi. Muhammad Yusuf, siz bilan xayrlashmadikmi? Xayrlashdik. Yana yoqyapsiz o. Bo'ldi, mayli siz boravering. Keyingisi Mustafa. Mustafa o'quvchimiz qani? Ko'rmayapmanmi? Mustafa chiqib ketdilar. Narmina, siz kiring. Kamera bilan mikrofonni yoqamiz. Tez yoqamiz o'quvchilar. Narmina. Xo'p, Narmina, darsimiz qanaqa o'tdi? Zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldimi?
darsda faol bo'lishimiz kerak, yozishimiz kerak, aktiv bo'lishimiz kerak. Ustoz men deb tinmasligimiz kerak. Men sizni o'zimni aytyapman. Narmin o'qisinlar deb. Aktiv bo'lamiz. Tushunarli? Hop, sizga ham demak shu ertaga uyg'onsalarni aniq точный qilib konkretniy qilib uzatamiz. Tushunarli? Hop, mayli. Yaxshi dam oling meni. Chiqsangiz bo'ladi. Hop, Ozodbek Safarov bitta o'quvchimiz qoldi. Ozodbek Safarov, siz qolibsiz. Yoqing. Ha. Dars qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Yaxshimi? Yo, Yaxshi. zo'rmi? Zo'r bo'ldi. Ha, malades. Xo'p, siz ham yaxshi ishtirok qildingiz. Bundan-da yaxshi bo'lishimiz kerak, faol bo'lishimiz kerak, aktiv bo'lishimiz kerak. Man deb tinmasligimiz kerak. Javoblarni vaqtida yuborishimiz kerak. Xo'p, sizga ham shu gap, demak, ertaga konkretniy qilib, kech qolmasdan uyga salam vaqtida yuboramiz. Xo'p. Tushunarli? Ha. Mayli, siz ham chiqsangiz bo'ladi, yaxshi dam oling. Rahmat. Xo'p, xo'p. Narvina chiqsangiz bo'ladi sizdan. O'quvchilar, sizlar bo'ladi. Mayli, sog' bo'linglar.